bitta hammamizga kerak bo'ladigan holatda aytaman. Yunusobodda gemostaziologiya markazi bor. U yerda gemostaziyogramma qilinadi. Ko'pchilik kardiyogramma topshiradi-da. Ko'ring, mana shunaqa belgilar bo'lyapti. O'zingizda ham qon quyuqligini klinikalari bo'lyapti. Mana bosh og'rib turadi, qo'l oyoqlar uvishadi homiladorlarda. Yoki bo'lmasam u tanasida shish bo'ladi, kimdadir anaqa sahri bo'ladi. Yozlar opa kardiyogramma norma chiqadi. Keyin bitta patsiyentim ham bor edi. Siz bitta gemostaziyogramma topshirib keling, boshqacha chiqadi. Cho'ta kardiyogramma to'g'ri chiqmaydi desam, haqiqatan gemostaziologiya markaziga borib topshirgan edim. Juda ham qonim quyuq ekan. 2 mahal yozishyapti. Bitta 06 qiliksan, kechga bitta 04 qiliksan qilishyapti. Sizlar opa haqiqatan noto'g'ri chiqar ekan deyapti. O'shaning uchun kardiyogrammaga ishonmang.